Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umidaxon, siz bo'lasizmi? Sog'man. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, eshitaman. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat ekan. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayzu barokatga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringiz, go'zal istaklaringizga yaratgan Robbim sizni yetkazsin ilohim. Rahmat. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insoningiz sizga atalgan tabriknomalarni, go'zal dil izhorlarni biz orqali sizga yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insoningiz mana shunday chiroyli niyatlarni siz tomonga yo'llab qolgan bo'lishlari mumkin? Singillarim o'tadi. Azizlar bilan Mohira. Albatta adashmadingiz. Sizni yaxshi ko'rguvchi, ardoqlaguvchi, hurmat qilguvchi singillaringiz va barcha yaqin insonlaringiz nomidan Azizaxon singiljoningiz sizga go'zal nomalarni yo'llab qolgan ekanlar. Ularga qo'shimcha ravishda dadajoningiz Shuhratjon aka, onajoningiz Anobarxon opa, singiljonlaringiz Mohiraxon, Azizaxon, ukajoningiz Murodjon va barcha yaqin insonlaringiz qo'shilib qolishibdi. Ijozat bersangiz, mana shu yaqin mehribon insonlaringizni sizga yo'llagan tabriklarni, go'zal nomalarini Alloh qodir qilguncha o'qib yetkazib bersam. Assalomu alaykum, qadrbaland, qadrdonim, qadrli insonim. Meni bu dunyodagi farishtam, bebahoyim, dunyolarning nuriga, jannatlarning huriga alishmagan mehrligim, mehribon opajonim. Sizni bugungi go'zal kuningiz, shukronalik, shodiyona ayyomingiz bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Robbim Rahmonimdan sizga eng go'zal, eng chiroyli, eng ezgu niyatlarni tilab qolamiz. Ilohim umri joningiz uzun, tani joningiz sog' salomat bo'lsin. Rizqingizga Allohim fayz va barokatlar bersin. Fayzli, barokatli kunlaringiz safi bundan-da ko'p, bundan-da ziyoda bo'laversin. Parvardigori olamim doimo sizni o'zi sevgan, o'zi suygan bandalari qatorida siylasin, ardoqlasin. Yaxshilarga hamroh qilsin u yomonlardan yiroq qilsin. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Har bir kuningiz mana shunday baxtlarga lim-molim to'la bo'lsin. Baxtli kunlaringiz safi ko'paygandan ko'payaversin. Mana shunday baxtiyor kunlarni, unutilmas damlarni oila bag'rida, yaqinlar davrasida yana ko'p bora nishonlamoqlikni yaratgan egam nasib ro'za aylasin. Garchi buni har doim ham ayta olmagan bo'lsak-da, sizdek opaning singlisi ekanimizdan juda ham faxrlanamiz. Baxtimizga hamisha sog' salomat bo'ling. Hamisha bizga yelkadosh, sirdosh bo'lganingiz uchun, yaxshi yomon kunlarimizda tirgak ekanligingiz uchun minnatdormiz. Sizni bizga tuhfa aylagan, sizdek opa bilan, sizdek jigar bilan bizni siylagan Allohimizga hamdu sanolarimiz bo'lsin. Bilasizmi? Hech bir tuyg'u sizdek jigarlarimga bo'lgan mehr kabi bo'la olmaydi. Sizni bilmadim qanday-u, lekin menda bolalik chog'larimizga qaytib, yana shodon, beg'ubor onlarimizni birga o'tkazgim kelaveradi. Qani endi imkon bo'lsa-yu sizni qattiq bag'rimga bossam-da, o'sha beg'ubor onlarimizga qaytar edim. Rahmat. Meni suyanchig'im, dardkashim, sirdoshim, har doimo mana shunday yonimizda turguchi mehribonimiz. O'zingizni biz uchun hamisha ehtiyot qiling. Hayotimizning ziyosi, mehribon insonimiz. Ilohim nurli ko'zlaringiz namni, mehribon yuzlaringiz g'amni ko'rmasin. Doimo hayotingiz baxtli kunlardan iborat bo'lsin. Shirin so'zi bilan ajralib turgan, barchani qadrlab, birdayin ko'rgan, mehr bilan boqib, mehrga ko'mgan, dunyoda tengi yo'q opam bor meni. Jonimga jontimor, jonimga rishta. Uy joyi saranjom, doim sarishta, mehrda tengi yo'q, misli farishta, dunyoda tengi yo'q opam bor meni. Misli oyuzligim, g'ururi osmon, balodan tayanchim, jonimga posbon. Allohim asrasin doim har qachon, dunyoda tengi yo'q opam bor meni deya mana shunday chiroyli nomalarni yo'llab qolibdilar. Rahmat kattakan. Rahmat kattakan azizlarga ham. Sizlarga ham rahmat kattakan shunaqa eshittirganingiz uchun ham. Mana shu yerda
Ilohim aziz boshingiz omon bo'lsin, yuzlardan oshib minglar bilan yuzlashib yuring deymiz. Doimo mana shunday yaqinlar ardog'ida bo'lib yurmoqlikdan aslo charchamang. Rahmat aytganingiz kelsin. Ayyomlarni yaxshi o'tkazib oling, kuningiz yaxshi o'tsin. Sog' bo'ling, rahmat. Salomat bo'ling. Mani juda juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limdan ushlab yurgan opam, har kun erkalab turgan opam, mehribonim jonim opam.